Bu videoni 4-chi bazo'r mana shu kundan chiqdim. Bu videoni 5-chi qismga xush kelibsizlar. Do'stlar, o'sha uyimizga ketamiz endi. 9 ta olmosim bor. Shuncha narsa kovladim kondan. 27 ta temirim ham. Stol. Shuncha narsa olib, pechkadagi temirchalarchi. Mayli, ularga tupurgan xunda uyga ketaman endi. Zato shuncha narsam bor-ku. Shunga shukr qilay. Uyim unis taraf edi. Shunday omadlar uchun, shunday sizlarga shuncha narsalar ko'rsatganim uchun kanalga obuna bo'ling. Olmoslarni joyini ham eslab qoldingiz degan umiddaman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling do'stlar. Men qish tugagancha maqsadim 100 ta obunachiga erishish kerak. 100 ta obunachiga erishim kerak. Tez. Bu videoni Dilshod ham ko'rishi mumkin albatta. Hozir Dilshod telefon qilishi mumkin. Videolarimni ko'rib. Voy, tushib ketdim. Kavlash kerak endi. Hozir do'stlar, jonli efir Portugaliya bilan Ispaniya o'ynayapti deydimi, jonli efir hozirda. Menimcha ish olmayman. 2028-yil bo'lgan narsani qaytib qilishiga duh yo'q ularni. Sergio Ramos ham bor yo'qqa, Cristiano Ronaldo ham bor. Hattoki 2018 nima bor? Sergio Ramos ham bor. Sergio Ramos Ispaniya terma jamoasiga o'ynamasa kerak, yoki o'ynaydimi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Sergio Ramos o'zi o'ynaydimi? O'ynamaydimi? Shuni bilmayman. Pechka qani Uerstakni bu yoqqa keltirish kerak yoki yasash kerak. Lionel Messi, Ronaldo. Pechkani o'rniga faqat boshqa narsa yasayman-da. Redstone bor, lekin boshqa narsa yasash kerak. Bunaqa omadsizlik. Displayter. Yigirma aslahada yetib o'rtadi. O'zi polni aslahagan ham o'rtadi. Shunday keraksiz narsalarni sandiqqa joylash kerak. Tepadagisiga joylayman. Olmos narsalarni. Unchalik olmos narsalar emas-u, lekin chidasa bo'ladi. Faqarim to'ldiraman deb o'ylab o'tirdim yoki to'ldirmadim. 6 ta olman-ku. Aytgancha unisi kompotligida 7 ta bor. O'shani olib kelsa agar hammasi tahviladi. Men ketdim kompot uyiga. 1 soat yurishlar sizlarga tezlashtiraman. Bu yaramaz kompot uyi shuncha vaqt qo'yadiki, 1 soat shu suvdan o'tishim qoldi. Tezroq o'tish kerak. Mera yo'lakcha qurib ketsam kerak endi. Boshqa bilmadim. Logim bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Dabdalarga ham chidasa bo'laveradi. Bitta obsidian. Bu 3 ta emas-ku. 3 ta hega bor edi. Beni yoriq qilishni bilaman. Belli tax. Asab buzmasin. Unisiga bitta kompot uyi bor faqat. La'nati Eyson chiqibdi-ku. 3 ta hega bor edi. Qara qo'yiladi bu. Yaxshi ekan.
Ana ne qilib uyga borsam bo'ladi. Hoppa. Hoppa. Mana bu yoqqa. Hoppa. Hoppa. Ancha uzoq ekan bu. Bu yoqqa blogim yetmaydi-ku. Biraz suv ketmagan, hech bo'lamaydi. O'sha qilgan narsamni bu yoqqa qaytaraman. Bu yoq chuqur ekan. Bu qism 5-qismgacha bo'ladi desam agar siz xabar berib qolishingiz mumkin. Zerikarli deb. Albatta men bu qismlarni ko'pini chiqarishga harakat qilaman. To 20 chacha deylani. O'shancha qismchalarni chiqarishga harakat qilaman. Oxirgi qism kam bo'lishi mumkin. Shu kanalga obuna bo'ling. Shuncha mehnat ketyapti axir. Shuncha sizlarga narsalar ko'rsataman axir. Kanalga obuna bo'lmaysizlarmi? Shu Habibni qo'ylar quvvatlaylik demaysizlarmi? 169 ta obunachi bor. Mana hech kim kuzatmayapti shekilli. Bu bilan ishim kerak. Böyle. Polniy aslaha. Bir nima qilish kerak ekan. Shunga zerikib ketmaysa ko'tarman. Dilshodga qo'ng'iroq qilib aytish kerak. Videolarni ko'rish uchun. Olov bo'ladi menga. Lekin go'shtdan teshib chiqmaydi. O'lmaslikka qo'yganman. Teri menga umuman kerak emas. Kerak bo'lishi mumkin, lekin bizga qani hoziroq bu molni uyini kuydirish kerak. O'zini kuydirish kerak. La'nati. Olov o'chdi lekin shunday turaveramanman, nima? Jonim kam. Qani sigir? Qara o'ldi. O'lmabdimi? Yoki suvga kirdimi? Mana umi. Yo'q. Qani yaramas? What the fuck? Molda deb o'zim o'lishimga ozgina qoldi. Yaramas mol ekan. Borib tovuqni o'ldirmaymanmi? Bu sefer üzüme ölü gitmesem böyle. Bana koyat. Şu bitta steak kardedim şu 100 gram. Hiç kısa yok. Lekin köp duydiradi. Öyle istiyoruz. Ben gittim. Manimcha o'lgan. Bu sigir o'lsa agar o'ladi albatta. Nimaga o'lmasdan qoladi? Qaysi go'rgadir o'lgan o'sha. Yaramas. Go'shtini menga bermasligi. Go'shtini bermoqchi emas u. Sigir bo'ldi, dabdala sigir bo'libdi.
Bu yaramazları öldürüş kerak. Xo'sh, do'stlar, sizlarga Jon Leyferni ko'rishga maslahat beraman do'stlar. Kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Jon bu videoni 5-qismi tugadi. Albatta 6-qismlarga 20